Xurram Sultonni yaxshi ko'rgan desertini tayyorlaymiz. Mantiqasxonda behi pishiramiz. Behini ichiga birinchi bo'lib yong'oq solamiz. Magis solamiz. Sariyog' solamiz. Eng asosiysi asal solamiz. Ishtahalarimiz ochilib ketyapti hozirdan ko'rib, qopqog'ini yopamiz. Behini qo'yamiz. Ana, buni chiroyligini qaranglar. Opa. Va roppa rosa yarim soatdan keyin asalli, shirin bo'lgan behimiz tayyor bo'ladi. Mantiqasxonda pishgan asalli behimiz tayyor bo'ldi, qarindoshlar. Shunaqangi shirin hidli chiqyapti. Endi buni olamiz. Bay, qani, voy yumshoqqina. Oh, bu ozgina sovusin. Behimizni olamiz. Juda yumshoq pishgan ekan, qarindoshlar. Ezilib ketay deyapti. Buni ichini sizlarga ko'rsataman. Voy, buni ichini, va buni qaranglar. Voy, hidi ham shunaqa shirin. Eng asosiy joyi. Voy, buni ichini. Ana, eng asosiy joyi, qarindoshlar. Qani. Pishgan behuvashi zo'r bo'lar ekan. Masasi juda zo'r. Lekin buni ustiga marojna qo'yib yesa, undan ham zo'r bo'ladi. Ana endi qarindoshlar, buni ustiga marojna qo'yib, Xurram Sultonni yaxshi ko'rgan desertini tayyorlaymiz. Marojna qo'yamiz va ana endi esa bu boshqacha bo'ladi-da. Ana endi marojna bilan birgalikda. Marojna bilan rosa zo'r bo'lar ekan, qarindoshlar. Buni marojna bilan yeyish kerak ekan. Rosa zo'r chiqibdi. Qarindoshlar, aynan mana shu Chin bozor do'konimizdagi shiringina bo'lgan mantiqasxonchamizni narxi atiga 210 ming so'm va albatta bu mahsulotni siz butun O'zbekiston bo'ylab aynan mana shu telefon raqam orqali buyurtma bersangiz butun O'zbekiston bo'ylab yetkazib beramiz yoki o'zingiz Eski Chinna bozor 7-qator 16-do'konda joylashgan Chin bozor do'konimizga kelib, mantiqasxonamizni shundoq o'zingiz ko'zlaringiz bilan ko'rgan holatda sotib olishingiz mumkin, qarindoshim.